Marhamat, bugungi mehmonimiz bilan tanishamiz. Men Ahmedova Dilfuza, 57 yoshdaman. Olgan bilimlaringizni hayotingizda qo'lla olyapsizmi? Ayniqsa vaqtni qadriga yetadigan bo'ldim. Vaqtni to'g'ri taqsimlab, kitoblarni to'g'ri o'qishlarni o'rgandim. Yana undan tashqari qaynanaman kursini o'qidim. Qaynanaman kursida nima oldimki, biza qaynanalar, onalar, yoshlarga, yosh qizlarimizga, kelinlarimizga avvalambor o'zimiz o'rnak bo'lishimiz kerak ekan. Ustozimizni bitta gaplarini juda ham o'zimga nima qildimki, qaynana o'z o'rnida, kelin o'z o'rnida bo'lish kerak ekan. Peshqadam maktabi siz uchun nima? Bitta so'z bilan aytganda, Peshqadam maktabi hayotim bir bo'lagi bo'lib qoldi. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Peshqadamlik sari loyihasining navbatdagi sonida uchrashib turibmiz. Marhamat, bugungi mehmonimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Rahmat. Men Ahmedova Dilfuza, 57 yoshdaman. Peshqadam karvoni loyihasi a'zosiman. Peshqadam maktabi o'quv kurslarida ta'lim oldim. Dilfuza opa, o'quv markazimiz haqida qayerdan ma'lumot olgansiz? Ijtimoiy tarmoqlardan oldim. Kitobxonlik kursi bo'yicha e'lon o'qib qoldim. Shu orqali kirib keldim karvonga. Siz bizni kitobxonlik kursimizda o'qidingiz. Undan tashqari yana bir necha kurslarimizda sizni ko'rdik. Aynan qaysi kurslarimizda o'qidingiz? Shular haqida ham aytib o'tsangiz. Kitobxonlik kursida, keyin vokal kursida, qaynonaman kursida, keyin yana qaytib yana vokal kursida o'qidim. Chunki juda ham yoqdi menga. Shu keyin seminar treninglarda bir ikkitalarida qatnashdim. Kurslarimizda, seminarlarimizda ishtirok etib, o'zingizga qanaqa natijalar oldingiz? Olgan bilimlaringizni hayotingizda qo'lla olyapsizmi? Albatta, juda ham manfaatli bo'ldi. Kitobxonlik kursidan berilgan kitoblardan ancha-muncha manfaatli, o'zim uchun manfaatli, kerakli bilimlarni oldim. Ayniqsa vaqtni qadriga yetadigan bo'ldim. Vaqtni to'g'ri taqsimlab, kitoblarni to'g'ri o'qishlarni o'rgandim. Nafaqat men, balki oilamdagi farzandlarim, kelinlarim, opa-singillarim, ularga ham tavsiyalar qildim, hali ham qilaman. Qanaqa o'qishi, qaysi kitoblardan foydalanishi o'qib kelyapman shunaqa. Undan tashqari vokal kursida o'qidim. Vokal kursi mana yashash jarayonimizda noto'g'ri nafaslar olar ekanmiz. U yerdan to'g'ri nafas mashqlarini o'rgandik, shu maqom sirlarini o'rgandik. Ayniqsa nima deydi, mana chiroyli ashula qo'shuqlarga xirgoyi qilib yuradiganlarga juda ham to'g'ri yo'nalishlar ko'rsatilar ekan. Asosiysi sog'lig'imiz uchun shu nafaslarni to'g'ri olishi, shularni o'rgandim. Yana undan tashqari qaynanaman kursini o'qidim. Ustoza o'zlaridan ilm oldik. Juda ham manfaatli bo'ldi. Qaynanaman kursida nima oldimki, biza qaynanalar, onalar, yoshlarga, yosh qizlarimizga, kelinlarimizga avvalambor o'zimiz o'rnak bo'lishimiz kerak ekan. Go'zal xulqimiz bilan namuna bo'lib, ko'p hayoti past balandlaridan ularga o'zimiz o'rnak bo'lishimiz kerak ekan. Undan tashqari hayotda ko'rayotgan mana shu qaynana kelin munosabatlari mana shu ancha yillardan beri davom etib keladi. Hamma davlatlarda ham bor shekilli, hamma millatlarda bo'lsa kerak. Ustozlarimizdan shunaqa manfaatli darslar oldikki, birga o'qigan ayollarimiz ham mana shaxsan o'zimga keladigan bo'lsak, ancha-muncha xatolarimni tushunib yetib, tuzatib, kelajakda shu xatolarga yo'l qo'ymaslikka o'rgandik. Ya'ni mana hozir dugonalar bilan, o'rtoqlar bilan yig'ilsak ham yoki jigarlar, mana opa-singillar yig'ilsak ham, o'sha yerda ko'p shu olgan ilmlarimni aytib turaman. To'g'ri yo'lga boshlashga harakat qilaman. Chunki ko'p narsa baribir qaynanalarga bog'liq ekanda. Qizimizdek bo'lib keladi, kichkinagina, murg'akkina bo'lib, baribir ularni yo'lga solib, bag'rimizga bosib, qanaqa o'zimiz sharoitlarimizni basbalanini o'rgatib, qancha yaxshi muomalada bo'lib qilsak, shu yo'lga tushar ekandek qizlarimiz. Endi asosiysi qattiq qo'l qaynana bo'lmasam ham, lekin
ustozimizni bitta gaplarini judayam o'zimga nima qildimki, qaynona o'z o'rnida, kelin o'zini o'rnida bo'lishi kerak ekan. O'rtadagi haligi hazil-huzul, baribir bu hayot, bu baribir hazil-huzul qilamiz, ko'p bemalol ochiq gaplashamiz. Shunda hamma o'zini o'rnini bilib gaplashish kerak ekan. Shu jihatlarini men o'zimda o'zlashtirdim. Dilfuza opa, juda ham chiroyli natijalarga erishibsiz. Haqiqatan ham olgan bilimlarini hayotda qo'llagandan keyingina u bilimlar o'zimizniki bo'ladi. Bu natijalarga erishishda sizda qandaydir qiyinchiliklar yuz berdimi? Kurslarimizga kelish jarayonida atrofingizdagilar tarafdan bo'lishi mumkin yoki o'zingizda ichki holatingizda qanday muammolar bo'ldi? Yo'q, menda muammolar bo'lmadi. O'zim yaxshi ko'rib, shu maskanga kelgandan keyin yaxshi ko'rib qoldim. Chunki nafaqat menga, shu kelayotgan ayol qizlarimizga, har birimizga kerakli maskan ekan. Har bir imkoniyat bo'lsa, har bir kurslarda o'qib chiqishni xohlardim. Va shu boshqa qizlarimizga ham, ayollarimizga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Inshaalloh o'qishlarimni davom ettirmoqchiman. Yana boshqa kurslarda, yangi ochiladigan kurslarda niyatim bor, o'qishlarimni davom ettirish. Niyatlaringizga yetib yuring. Peshqadam maktabi siz uchun nima? Peshqadam maktabi hayotimning bir bo'lagi bo'lib qoldi. Sababi ko'proq kelishni xohlayman. Mana o'rtada kursim tugagandan keyin yangi kurs ochilishini poylab qolgan paytlarimda ham shu yerga talpinaman. Har jabhada haqiqatan ham shu kitob o'qishda ham, mana boshqa hayotiy, bizga hayotiy darslarni o'rgandim shu yerda. Baribir yoshim ulug' bo'lgani bilan biz ko'p narsani bilmaymiz. O'sha uchun bu maktabga ko'p talpinaman. Hayotimni mazmuni, hayotimning bir bo'lagi. Peshqadam, bitta so'z bilan aytganda, Peshqadam maktabi hayotimning bir bo'lagi bo'lib qoldi. Shu fursatdan foydalanib, ayol qizlarimizga shunday degan bo'lardim. Har tomonlama qulay, sharoitlari yaxshi, ustozlari mehribon, har bir sohani o'zini mutaxassislari o'quv kurslarida dars berishyapti. Shu ayol qizlarimiz ham shu yerga kelib, shu kurslardan bilim olishlarini juda ham istagan bo'lardim, juda ham xohlardim. Chunki ko'p ayol qizlarimiz qaysi o'quv markazlariga borishi, qayerga borib ta'lim olishi bilmay yurishadi. Lekin men bilan gaplashgan, men bilan muloqot bo'lganlarga albatta tavsiyalarimni aytyapman. Lekin yana shuni juda ham istab qolardim, ayol qizlarimiz kelib shu yerlardan ta'lim olsa. Rahmat Dilfuza opa. Inson o'ziga yoqqan, o'zi yaxshi ko'rgan narsalarini boshqalarga ham ilingisi keladi. Bu juda go'zal holat albatta. Tavsiyalaringiz hamda bugungi tashrifingiz uchun, mazmunli suhbatingiz uchun sizga tashakkur. Xush kelibsiz. Rahmat. Agar siz ham Peshqadam maktabi o'quv markazi kurslarida ishtirok etib, biz bilan peshqadamlik sari qadam bosgan bo'lsangiz, ushbu loyihamizda ishtirok etish imkoniyati sizda ham mavjud. Buning uchun izohlarda yozilgan havola orqali ro'yxatdan o'ting.